Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Buvaydada Oqtom degan qishlog'ida yana bir xonadonimiz tunakafon ishini boshlaganmiz. Hozir sizlarga boshlanish jarayonlaridan ko'rsatib o'taman. Bitganda ham albatta video qilib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha tunakamizni yupqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. 120 mingdan 140 minggacha deganda tunakafonki joyimiz 120 mingdan dogovor qilsa 120 mingdan hamma yo'q ichida bo'ladi. Tarnovi vodostoykasi, kosmos qo'yiladigan bo'lsa kosmos alohida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir sizlarga boshlanish jarayonlarini ko'rsatib o'taman. Qadrdonlar, Buvaydadagi ishimiz jarayonlari ko'cha tomonlarimiz, o'stirmalarimizdan bo'ladi. Bu ko'cha tomonimiz uzunligi 5 metr bo'lgan. Bu chekkagicha 5 metr, 60 sm duvaldan tarnovgacha. Narigi tomonimiz 10-50, 80 sm shapkamiz. Hozir ichkari tomonlarda darvozaxonani va koridorini ko'rsatib o'taman. Bu darvozadan kirish ichkari tomonimiz, o'stirma shapkamiz. O'stirma shapkamizni bu tomoni 10 metr, 1 metr chiqqan. Bu chekkagicha. Bu o'xshi aylanasiga 19 metr, nari chekkagacha 120 sm chiqqan. Tarnovni chekkasidan duvalgacha. Bu joyimizga ham go'zal fasonlardan birida qilib beramiz. U ham o'ta chiroyli tushgan, o'ta go'zal holatda bo'lgan. Xudo xolasa biz ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, go'zal qilib beramiz. 120 lik shapkamiz tugashi, u burchakka kelganda tugagan. Bu tomonimiz hali ko'cha tomonidan ko'rsatganim 80 sm lik shapkamiz. Shu holatda hozir xudo xolasa darvozaxonadan boshlandi. Darvozaxonamiz uzunligi 8 metr, eniga 340 sm darvozaxonamiz. Bu joyimiz ham bo'ladi 2 metrga 10,5, uzunligi 10,5, eniga 2 metrlik shunaqa koridorimiz bor. Koridorimiz darvozaxonaga ulanib ketgan. Bu joyimizda ham xudo xolasa mana uyimizni chekkasidan bu yerimizda bo'linadi. Bu tomonimiz xudo xolasa kobra bo'lib, chiroyli bo'lib, mayda bo'linib, narigi tomon kvadratli bo'lib, chiroyli bo'lib o'tib ketadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bitgan jarayonlarni ham qo'yib o'tamiz. Vodiy bo'ylab xizmatimiz bemalol, bexijolat telefon qilaverasizlar. 120 mingdan 140 ming so'mgacha tunakamizni yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. Tunakafonni bemalol haligi bexijolat telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chidamli, hamma yoqqa, quyoshga ham, yomg'irga ham hamma tomonlama qulay sizlar uchun. 1 minut ham o'ylamasdan telefon qilaverasizlar. Tunakafon qilganingiz eng afzali tunakafon. Biz agar tunakafon qilib yurganimiz uchun aytmayapmiz. Tunakafon eng modasi, xudo xolasa o'ta go'zal bo'ladi va chiroyli bo'ladi. Darvozaxonamizga ham bitta kosmos o'rnatamiz. Avvalgi kosmosimizdan chiroyli, go'zal fasonlarimizdan birida bo'ladi. Ko'riklar, bu joylarimiz bekilib o'tib ketadi polni. Materiallarimiz ham kelgan, lesalarimiz hamma yoq ustalar ishlayapti. Materiallar tayyor holatda keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.